Assalomu alaykum azizlarim, aziz kuzatuvchilarim, obunachilarim, hammanglardan minnatdorman. O'tgan hayit ayyominglar muborak bo'lsin. Iyun oyi boshlanishi, iyun oyi hammamizga omadli kelsin. Hammamizga omadli, barokatli kelsin. Munosabatda ham, ishda ham iyun oyi uchun ochirim qilamiz. Общий ochirim qilaman. Ya'ni energiyalarni tushirasizlar. O'tmishga qarash holatida, o'tmish insoningizni eslash holatida shunaqa energiyada turibsiz iyunni boshlanishida ham. Ya'ni eski insoningizni eslash bilan turibsiz. Iyun oyida faqat pozitiv kayfiyatda bo'ling degan bo'lardim. Bizda munosabatda nimalar kutyapti? Kutilmagan xabar kelyapti sizga munosabatda. Munosabatda to'xtash bo'lgan bo'lsa, umidsizlikka tushgan bo'lsangiz, ikki tarafni o'ylagan bo'lsangiz, ikkilangan bo'lsangiz, munosabatda ikkilanib turibsiz, tugaganligini, o'tmishligini aytyapsiz. U inson kuchli inson, siz ikkilanayotgan insoningiz, lekin quyosh kartasi tushdi munosabatda. Bu degani hammasi yaxshi degani sizda. Hammasi yaxshi munosabatda. Ozgina ikkilanish bo'lib turibdi, o'tmishga qarab turibsiz, u insonni taniymi yo'qmi deb ikkilanishda turibsiz, lekin sizga quyosh kartasi tushdi. Sizni yaxshi ko'radi. Sizni kuzatyapti, siz uni quyoshisiz. Bu sizga harakatda. Ozgina qo'rquvlari bor, to'g'ri, lekin u boshqalarni o'ylayapti hozir. Pul tarafdan ozgina muammolari bor uni. O'zini ustida ishlayapti, siz bilan ko'rishishni xohlayapti. Yo'lda u inson, balki ishlar bir joyda, balki siz tarafga yo'lga tushganligini ham bildiradi bu. Ba'zi birlaringizga ozgina qo'rquvlari bor, siz tarafga kelishga ozgina qo'rquvlari bor. U sizdan kecha olmayapti. Tavakkal qilib ko'rmoqchi yana. Hozirda keraksiz joyga energiya sarflayapti, qo'rqyapti. Ya'ni to'g'ri qilyapmanmi, yo'qmi deb qo'rqyapti. Ya'ni oxirini bilmasa-da sizga harakat qilmoqchi, kelmoqchi. Ko'p xayollar qilyapti, xayollar suryapti, o'zini ustida ishlayapti. Ajoyib. Siz bilan uchrashuv chiqyapti bu insonda. Siz bilan uchrashuv chiqyapti. Munosabatda bu. Qani ish yo'llarimizni boshqa kartada ko'ramiz. Ish yo'llarimizda nimalar kutyapti? Munosabatda ko'rdinglar. Biz ish yo'llarimizda iyun oyida bizni nimalar kutyapti? Pul taraflama, moliya taraflama ko'ramiz. Qani ketdik. Bizni ishda nimalar kutyapti? O'zingiz ustingizda ishlayapsiz, nimanidir o'rganyapsiz. Oxirini bilmasangiz-da harakatdasiz. Harakatdan to'xtamayapsiz. Ya'ni sizga nima deydi? Ishda sevganingiz kontrol qilayotganligi siz ishingizga xalaqit beryapti. O'zingizni ayblayapsiz. Sevganingiz sizni ishingizga ham xalaqit beryapti, azizlarim. Uni kuzatish bilan, uni qizg'onish bilan vaqtingizni o'tkazyapsiz. Xafa bo'lyapsiz, uni qizg'onib, umidsizlikka tushyapsiz. Munosabatingiz ishingizga xalaqit qilyapti, azizlarim. Ishni ham to'xtatib qo'yapsizlarmi? Nima bu? Oyoq qo'lingiz bog'langan holatda turibdi ishingizda. Karta teskari. Sizda yo'l yo'q deyapsiz. Ishga ham yo'l yo'q. Siz oyoq qo'lingiz bog'langan holatda, ishlagingiz kelmayapti. Yuragingiz og'riyapti. Jahlingiz chiqyapti, ikkilanyapsiz. Lekin siz kuchli insonsiz-ku, har taraflama kuchli shaxssiz. Siz har taraflama kuchli insonsiz. Nimadir boshlamoqchi bo'lib turibsiz. Otilib chiqib ketdi karta. Nimadir boshlamoqchi bo'lib turibsiz ishda. Lekin sevgingiz, munosabatingiz siz ishingizga xalaqit qilyapti. O'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak ekan, nimadir tajriba orttirishingiz kerak, nimadir boshlamoqchi bo'lib turibsiz ishingizda. Yoki bo'lmasa o'sha sizga qanaqadir imkoniyat berilganda yo'l yo'q deyapsiz. Yo'l bor, sizga imkoniyat bor, qidiring. G'alaba qozonyapsiz. Boshlayapsiz, ustingizda ishlayapsiz, imkoniyatni ko'rmayapsiz, imkoniyat bor, g'alaba qozonyapsiz ishda. Sizga pul kelyapti, baraka kelyapti. O'sha qilmoqchi bo'lgan ishingizda baraka kelyapti. Boshlang degan bo'lardim iyun oyida. Pul taraflama.
Pul taraflama boshida ozgina to'xtash bo'lyapti, keyin sizga pul kelyapti. Sizni kontrol qilishyapti ishda. Shuning uchun ikkilanib turibsiz, qiziqyapsiz. Kim bilandir gaplashyapsiz, kimdandir jahlingiz chiqyapti ishda, o'tmishga qarayapsiz. Oqko'ngil insonsiz, siz aqlli, dono insonsiz. Sizda hammasi yaxshi bo'lyapti. O'tmishga qaramang. Quyosh kartasi, bu sizda hammasi yaxshi, xursandchilikda nishonlayapsiz. Boshida ozgina to'xtash bo'lishi mumkin iyun oyida, lekin g'alaba qozonyapsiz. Siz o'sha boshlagan ishingizda malaka oshiryapsiz. Lekin iyunning boshida sizga munosabat xalaqit beryapti azizlarim. Ozgina munosabatda xalaqit beryapti ishingizga. Chunki qo'lingiz ishga bormayapti. Oyoq qo'lingiz bog'langan holatda turibsiz ishda. Omad tilayman. Iyun oyida omad tilayman hammanglarga.